Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. 10 oktyabrdan boshlab ayrim fuqarolarning pensiya to'lovi yangi ma'lumotnoma yoki tasdiqlovchi hujjatlarsiz vaqtincha bloklanib qolishi mumkinligi haqida gap ketmoqda. Bu masala nafaqat hozir pensiya olayotganlarga, balki pensiyaga chiqish arafasida turganlarga, nogironlik pensiyasi oluvchilarga, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilarga va chet elga vaqtincha chiqib ketgan fuqarolarga ham tegishli bo'lishi mumkin. Men sizga buni qo'rqitish uchun emas, oldindan tayyor bo'lishingiz uchun aytyapman. Chunki ko'p odamlar pensiya to'xtab qolgandan keyin yugurib hujjat izlaydi. To'g'risi eng og'iri ham shu, odam pul kerak bo'lgan paytda 1 oy, 2 oy kutib qolishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha diqqat bilan eshiting. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki bunday ogohlantirishlar ko'pchilikka vaqtida yetib borsa, odamlar ortiqcha sarson bo'lmaydi. Avval pensiya tizimida ko'p narsa eski tartibda yurardi. Fuqaro pensiyaga chiqqandan keyin hujjatlari bir marta yig'ilar. Mehnat daftarchasi, ish staji, oylik maoshi, pasport ma'lumotlari, yashash joyi, bank kartasi yoki pochta orqali olish tartibi belgilanardi. Keyin odam har oy pensiyasini olib yuraverardi. Albatta ayrim holatlarda qayta tekshiruv bo'lgan. Masalan, nogironlik muddati tugasa, o'quvchisini yo'qotgan bola umumdagi yoshga kirsa yoki talabalik ma'lumotnomasi kerak bo'lsa, lekin ko'pchilik oddiy yoshga doir pensiya oluvchilar uchun jarayon nisbatan tinch ko'rinardi. Hozir esa tizimlar raqamlashtirilyapti. Pensiya jamg'armasi, soliq bazasi, FHDYO, bandlik, oliy ta'lim, banklar, migratsiya va boshqa davlat idoralari ma'lumotlari o'zaro solishtiriladi. Bu nimani anglatadi? Agar siz haqingizdagi ma'lumot bir joyda boshqa joyda boshqacha tursa, tizim savol beradi. Masalan, pasportdagi familiya o'zgargan, lekin pensiya hujjatlarida eski familiya qolgan. Yashash manzili boshqa, bank kartasi boshqa hududda ochilgan. Nogironlik guruhi bo'yicha muddat tugagan, lekin yangilangan xulosa tizimga tushmagan. Talaba bo'lgan bola o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan bo'lsa, lekin yangi o'quv yili uchun ma'lumotnoma topshirilmagan. Mana shunday holatlarda to'lov avtomatik yoki idoraviy tekshiruv asosida vaqtincha to'xtatilishi mumkin. Bu yerda eng muhim narsani tushunib oling, pensiya butunlay yo'q bo'lib ketadi degani emas. Ko'pincha gap vaqtincha to'xtatish, aniqlashtirish, hujjat talab qilish haqida ketadi. Ammo vaqtincha to'xtashning o'zi ham oddiy odam uchun katta muammo. Doriga pul kerak, kommunal to'lov bor, oziq-ovqat bor, qarindoshlarga qaram bo'lib qolish bor. Shuning uchun men har doim aytaman, pensiya masalasida hujjatni kechiktirish mumkin emas. Endi asosiy savol, 10 oktyabrdan keyin nima o'zgarishi mumkin? Men buni oddiy qilib tushuntiraman. Tizimda yangi ma'lumotnoma, yangilangan tasdiq yoki bazadagi moslik talab qilinadigan toifalar bo'yicha nazorat kuchayishi mumkin. Ya'ni agar sizning pensiyangiz doimiy shartsiz pensiya bo'lsa, barcha ma'lumotlaringiz joyida bo'lsa, pasport, karta yashash joyi, FHDYO va pensiya jamg'armasi ma'lumotlari mos bo'lsa, siz ortiqcha xavotirga tushmasligingiz kerak. Lekin agar pensiyangiz biror shartga bog'liq bo'lsa, masalan, nogironlik muddati, talabalik maqomi, parvarish holati, chet elda bo'lish, vasiylik ishonchnoma, yashash manzili yoki bank rekvizitlari bilan bog'liq bo'lsa, albatta tekshirib qo'yish kerak. Oldin ba'zi odamlar o'tgan yili topshirganman, bu yil ham o'zi davom etaveradi deb o'ylardi. Endi bunday qarash xavfli. Chunki ko'p ma'lumotlar yilma-yil yangilanishi kerak. Masalan, talaba har yili o'qishini davom ettirayotganini tasdiqlash kerak bo'ladi. Nogironlik bo'yicha xulosa muddati tugasa, yangi tibbiy ko'rik natijasi kerak bo'ladi. Ishonchnoma orqali pensiya olayotgan odamda ishonchnoma muddati tugagan bo'lishi mumkin. Chet elda uzoq qolgan fuqaroning tiriklik holati, yashash joyi yoki hisob raqamiga doir tasdiqlar so'ralishi mumkin. Bularning hammasi tizim uchun muhim. Birinchi navbatda nogironlik pensiyasi oladigan fuqarolar e'tiborli bo'lishi kerak. Agar sizga nogironlik guruhi muddatli bergan bo'lsa, masalan 1 yilga yoki 2 yilga, muddat tugashidan oldin tibbiy ko'rikdan o'tish zarur. Tasavvur qiling, 2 guruh nogironligi bo'yicha pensiya olayotgan fuqaroning hujjatida muddat 1 oktyabrgacha deb ko'rsatilgan. U hali chaqirishadi deb kutib o'tirsa, 10 oktyabrdan keyin tizimda yangi xulosa bo'lmagani uchun to'lov vaqtincha ushlanib qolishi mumkin. Bu odam keyin tibbiy komissiyaga boradi, navbat kutadi, xulosa chiqadi.
pensiya jamg'armasiga ma'lumot tushadi. Shu orada pensiya kechikadi. Ikkinchi toifa o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar. Ayniqsa 18 yoshdan oshgan, lekin kunduzgi ta'limda o'qiyotgan farzandlar. Misol uchun bir oila otasidan ayrilgan. Ikki farzand o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. Kichigi maktabda, kattasi kollej yoki universitetda o'qiydi. Kattasi 18 yoshga to'lgandan keyin pensiya avtomatik davom etishi uchun u haqiqatan ham kunduzgi ta'limda o'qiyotganini tasdiqlovchi ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Agar yangi o'quv yili boshida ma'lumotnoma topshirilmasa, tizim bu bola endi talaba ekanini tasdiqlovchi ma'lumot yo'q deb to'lovni to'xtatishi mumkin. Uchinchi toifa ishonchnoma orqali pensiya oladiganlar. Masalan, onaxon yura olmaydi. Pensiyasini qizi bankdan olib keladi yoki kartadan ishlatadi. Agar bu jarayon ishonchnoma bilan rasmiylashtirilgan bo'lsa, ishonchnoma muddati tugagan-tugamaganini tekshiring. Odamlar ko'pincha notarial ishonchnoma bir marta qilinsa doimiy deb o'ylaydi. Aslida muddatli ishonchnomalar bor. Agar muddat tugagan bo'lsa, bank yoki tegishli idora pensiyani berishda muammo chiqarishi mumkin. 4-toifa. Chet elga chiqib ketgan pensionerlar. Masalan, fuqaro Rossiya, Qozog'iston, Turkiya yoki boshqa davlatga farzandlariga ketgan. U pensiyasini O'zbekistondagi kartasidan olib turibdi. Ayrim holatlarda davlat organlari fuqaroga doir ma'lumotni aniqlashtirishni so'rashi mumkin. U tirikmi? O'zbekistonda doimiy ro'yxatda turibdimi? Boshqa davlatdan pensiya olayaptimi? Hisob raqami faolmi? Agar so'ralgan tasdiqlar vaqtida berilmasa, to'lov vaqtincha to'xtashi mumkin. 5-toifa hujjatlarida farq bor odamlar. Familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana, pasport seriyasi, JSHR, manzil yoki nikohdan keyingi familiya o'zgarishi pensiya hujjatlarida to'g'ri aks etmagan bo'lsa, muammo chiqishi mumkin. Masalan, ayol kishi turmushga chiqqandan keyin familiyasini o'zgartirgan, yangi ID karta olgan. Lekin pensiya hujjatlarida eski familiyasi qolgan. Bank kartasi yangi familiyada, pensiya bazasi eski familiyada. Bunday nomuvofiqlik to'lovni kechiktirishi yoki qo'shimcha tekshiruvga sabab bo'lishi mumkin. Agar siz yoshga doir pensiya olayotgan bo'lsangiz, ID kartangiz yoki pasportingiz amalda bo'lsa, bank kartangiz faol bo'lsa, yashash joyingiz o'zgarmagan bo'lsa, sizga tegishli ma'lumotlar pensiya jamg'armasi bazasida to'g'ri bo'lsa, sizda xavf nisbatan past. Lekin men baribir umuman tekshirmang demayman. Chunki oddiy xatolar ham bo'ladi. Bank kartasi muddati tugagan bo'lishi mumkin. Telefon raqamingiz o'zgargan bo'lishi mumkin. Pensiya SMS xabarnomasi kelmay qolgan bo'lishi mumkin. Kartangiz bloklangan bo'lsa, pensiya tushgani bilan ishlata olmaysiz. Shuning uchun kamida bir marta bank va pensiya jamg'armasi bilan ma'lumotlaringizni solishtirib qo'yish foydali. Yana bir misol, erkak kishi 63 yoshda pensiya chiqqan, har oy pensiyasini kartaga oladi. Uning nogironlik, talabalik, vasiylik kabi qo'shimcha shartlari yo'q. U har oy O'zbekistonda hujjatlar joyida. Bunday holatda odatda yangi ma'lumotnoma talab qilinmaydi. Lekin agar u yaqinda pasportini almashtirgan bo'lsa yoki yashash manzilini boshqa viloyatga ko'chirgan bo'lsa, yangi ma'lumotlar tizimga to'liq tushganini tekshirgani yaxshi. Birinchi misol. Toshkent viloyatida yashovchi yetim yoshli onaxon pensiyasini bank kartasi orqali oladi. Karta muddati sentyabr oxirida tugagan. Onaxon buni sezmagan, chunki kartani asosan nabirasi ishlatib bergan. Oktyabrda pensiya tushishi kerak bo'lgan kuni puldan foydalana olmagan. Bu pensiya bloklandi degani emas, lekin odam uchun natija bir xil. Pul qo'lga tegmayapti. Bunday vaziyatda bankka borib kartani yangilash kerak. Agar karta yangilansa, pensiya mablag'i odatda yo'qolmaydi, hisobda saqlanadi. Ikkinchi misol. Andijonda yashovchi talaba 19 yoshda otasidan ayrilgani uchun o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasini oladi. U universitetning kunduzgi bo'limida o'qiydi, lekin yangi o'quv yili boshida o'qish joyidan ma'lumotnoma olib topshirmagan. Tizimda uning o'qishi davom etayotgani tasdiqlanmasa, pensiya to'xtatilishi mumkin. Keyin u dekanatdan ma'lumotnoma oladi, pensiya jamg'armasiga topshiradi. Agar huquqi saqlanib qolgan bo'lsa, ayrim holatlarda to'xtagan oylar uchun ham qayta hisob-kitob qilinishi mumkin. Lekin bu hujjatlarning to'g'ri va vaqtida topshirilishiga bog'liq. 3-misol. Samarqandda yashovchi fuqaro 3 guruh nogironlik pensiyasi oladi. Uning tibbiy xulosasi muddati 5 oktyabrda tugaydi. U esa komissiyadan noyabrda o'taman deb o'ylaydi. Bu yerda muammo shundaki, muddat tugagach pensiya to'lovi davom etishi uchun yangi asos kerak. Yangi asos bo'lmasa, to'lov vaqtincha to'xtaydi.
keyin komissiya qayta tasdiqlasa, hujjatlar rasmiylashtiriladi. Lekin vaqt yo'qotiladi, odam esa shu davrda daromadsiz qolishi mumkin. 4-misol. Buxorolik pensioner farzandlarinikiga chet elga 6 oyga ketgan. U pensiyasini O'zbekistonda kartasida qoldirgan. Agar uning hujjatlarida biror aniqlashtirish chiqsa, u o'zi kelib yoki qonuniy vakili orqali ma'lumot topshirishi kerak bo'ladi. Chet elda yurgan odam uchun bu qiyinroq, chunki konsullik, notarius, tarjima, pochta yoki vakil masalalari paydo bo'ladi. Shuning uchun chet elga ketishdan oldin pensiya masalasini tekshirib, kerakli kontaktlarni yozib olish zarur. Endi eng ko'p chalkashiladigan joylarni tushuntiraman. Birinchidan, pensiya to'xtatilishi har doim ham odam huquqini yo'qotdi degani emas. Ba'zan bu faqat ma'lumot yetishmayotgani uchun bo'ladi. Masalan, bola hali ham o'qiyapti, lekin ma'lumotnoma topshirilmagan. Nogironlik hali ham bor. Lekin yangi xulosa tizimga tushmagan. Pensioner tirik, lekin uzoq muddat boshqa joyda bo'lgani uchun tasdiq kerak. Hujjat topshirilgach, masala hal bo'lishi mumkin. Ikkinchidan, hamma ma'lumotnomalar bir xil emas. Ba'zi ma'lumotnomalar elektron bazadan olinadi. Ba'zilari qog'oz shaklida talab qilinadi. Ba'zilarda muhr va mas'ul shaxs imzosi kerak bo'ladi. Masalan, o'qish joyidan ma'lumotnoma olayotganda unda talabaning FIH, tug'ilgan sanasi, ta'lim shakli, kursi, o'qish muddati va kunduzgi ta'lim ekani aniq yozilishi kerak. Agar talaba hisoblanadi deb umumiy yozilsa, lekin kunduzgi yoki sirtqi ekani ko'rsatilmasa, idora qo'shimcha aniqlik so'rashi mumkin. O'quvchisini yo'qotganlik pensiyasida aynan kunduzgi ta'lim muhim bo'lishi mumkin. Uchinchidan, bank kartasi bilan pensiya huquqini aralashtirmang. Ba'zi odamlar kartam blok bo'ldi, demak pensiyamni olib qo'yishdi deb o'ylaydi. Yo'q, bank kartasi texnik vosita. Karta muddati tugashi, PIN kod xatosi, bank ilovasidagi cheklov, plastik karta yo'qolish pensiya tayinlanishining bekor bo'lishi bilan bir xil emas. Bunday holatda avval bankka murojaat qilinadi. Agar bank pensiya jamg'armasidan to'lov kelmagan desa, unda pensiya jamg'armasiga boriladi. 4-dan, yashash joyini o'zgartirganlar ehtiyot bo'lish kerak. Bir viloyatdan boshqa viloyatga ko'chgan pensionerning pensiya ish ko'chirilishi, manzil ma'lumotlari yangilanishi kerak bo'lishi mumkin. Masalan, fuqaro Qashqadaryodan Toshkentga ko'chib kelgan, lekin ro'yxatini yangilamagan. Pochta orqali oladigan bo'lsa, eski manzilda pul kutadi, yangi manzilda esa to'lov chiqmaydi. Karta orqali olsa ham idoraviy ma'lumotlar nomuvofiqlik keyinchalik savol tug'dirishi mumkin. 5-dan, vafot etgan odam nomiga pensiya olish og'ir oqibatlarga olib keladi. Ba'zi oilalarda pensioner vafot etadi, lekin karta qarindoshlar qo'lida qoladi va ular pul yechishda davom etadi. Bu juda xavfli. Chunki keyin ortiqcha olingan mablag' qaytarilishi talab qilinadi. Ayrim holatlarda huquqiy javobgarlik ham kelib chiqishi mumkin. Agar pensioner vafot etsa, buni yashirmaslik kerak. Dafn puli, meros, hisob-kitob masalalari qonuniy tartibda hal qilinadi. Eng keng tarqalgan xato menga hech kim aytmadi deb kutib o'tirish. Pensiya masalasida fuqaroning o'zi ham faol bo'lishi kerak. Agar sizning huquqingiz biror hujjat bilan tasdiqlansa, o'sha hujjatning muddati tugamasligini kuzating. Hamma idora sizni alohida izlab yurmaydi. Tizimda ma'lumot bo'lmasa, to'lov to'xtab qoladi. Keyin siz izoh berishingizga to'g'ri keladi. Ikkinchi xato eski ma'lumotnomani qayta topshirish. Masalan, o'tgan yilgi talabalik ma'lumotnomasini olib borish foyda bermasligi mumkin. Yangi o'quv yili uchun yangi ma'lumotnoma kerak bo'ladi. Xuddi shunday, eski tibbiy xulosa muddati tugagan bo'lsa, u asos bo'la olmaydi. Hujjatda sanam muddat, idora nomi va ma'lumotning amaldaligi muhim. Uchinchi xato boshqa odamning gapiga ishonib, rasmiy idoraga murojaat qilmaslik. Qo'shni menga kerak bo'lmadi desa, bu sizga ham kerak emas degani emas. Har bir pensiya ishi alohida. Kimdir yoshga do'yib pensiya oladi. Kimdir nogironlik bo'yicha, kimdir bokschilik bo'yicha, yo'qotganlik bo'yicha, kimdir imtiyozli staj bilan. Shartlar bir xil emas. 4-xato telefon raqami va bank ma'lumotlarini yangilamaslik. Hozir ko'p xabarlar SMS orqali, bank ilovasi orqali yoki elektron tizimlar orqali keladi. Agar raqamingiz eski bo'lsa, muhim xabarni ko'rmay qolishingiz mumkin. Bank kartangiz boshqa raqamga ulangan bo'lsa, xavfsizlik muammosi ham paydo bo'ladi. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam pensiya turini aniqlang. Siz yoshga do'yir pensiya olyapsizmi? Nogironlik pensiyasimi? O'quvchisini yo'qotganlik pensiyasimi yoki boshqa turdagi to'lovmi? Pensiya turiga qarab kerakli hujjat ham farq qiladi.
Agar o'zingiz bilmasangiz, tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Bankdagi tushum izohini ko'ring yoki mybond.gov.uz orqali tegishli xizmatlarni tekshiring. Ikkinchi qadam, shaxsiy hujjatlaringizni tekshiring. ID karta yoki pasport amal qilayotgan bo'lishi kerak. JSHR to'g'ri yozilganini ko'ring. Familiya, ism otasining ism pensiya hujjatlarida. Bankda va shaxsiy hujjatda bir xil bo'lishi kerak. Agar nikoh, ajrashish, familiya o'zgarishi bo'lgan bo'lsa, tegishli guvohnomalarni tayyorlab qo'ying. Uchinchi qadam, bank kartangizni tekshiring. Karta muddati tugamaganmi? Hisob raqam faolmi? Karta bloklanmaganmi? Telefon raqam to'g'rimi? Agar kartangiz muddati yaqinlashgan bo'lsa, oldindan bankka borib yangilang. Pensiya tushadigan hisobni o'zgartirsangiz. Bu ma'lumot pensiya jamg'armasiga to'g'ri yetib borganini tekshiring. To'rtinchi qadam, agar nogironlik pensiyasi olsangiz, tibbiy xulosa muddatini ko'ring. Muddat tugashiga bir necha kun qolishini kutmang. Oldindan poliklinika, tibbiy ijtimoiy ekspertiza tartibi, kerakli analizlar va yo'llanmalarni aniqlang. Hujjatlar ko'p vaqt oladi. Bir kun ichida hammasi bitadi deb reja qilmang. 5-qadam. Agar o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi talaba farzand uchun to'lanayotgan bo'lsa, o'qish joyidan yangi ma'lumotnoma oling. Ma'lumotnomada kunduzgi ta'lim ekani aniq yozilsin. Talabaning pasport yoki ID karta ma'lumotlari. Tug'ilgan sanasi, kursi va o'qish muddati to'g'ri bo'lsin. Keyin bu ma'lumotnomani pensiya jamg'armasiga topshiring yoki elektron tartib mavjud bo'lsa, elektron yuborish imkonini so'rang. 6-qadam. Agar pensiyani ishonchnoma orqali olayotgan bo'lsangiz, ishonchnoma muddatini tekshiring. Notarial ishonchnoma amaldami? Vakilning hujjatlari to'g'rimi? Bank bu ishonchnomani qabul qiladimi? Agar pensioner yura olmasa, notariusni uyga chaqirish imkoniyati bor yo'qligini aniqlang. Buni oxirgi kuni emas, oldindan qiling. 7-qadam. Agar chet elda bo'lsangiz yoki chet elga ketayotgan bo'lsangiz, oldindan maslahat oling. Pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, sizning holatingizda qanday tasdiqlar talab qilinishini so'rang. Konsullik orqali hujjat rasmiylashtirish kerak bo'lsa, vaqt ketishini hisobga oling. Ishonchli vakil tayinlasangiz, hujjatlarni qonuniy qiling. 8-qadam. Murojaat qilganda yozma iz qoldiring. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Agar pensiya to'xtagan bo'lsa, sababini yozma yoki rasmiy javob sifatida so'rang. Qaysi hujjat yetishmayapti? Qaysi sanagacha topshirish kerak? Topshirilgandan keyin qancha muddatda qayta tiklanadi? To'xtagan oylar qayta hisoblanadimi? degan savollarni aniq bering. Eng asosiy manzil yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limi. U yerda sizning pensiya ishingiz bo'yicha asosiy ma'lumot bo'ladi. Ikkinchi yo'l davlat xizmatlari markazi. Ayrim ma'lumotlarni olish, ariza topshirish yoki elektron xizmatlardan foydalanishda yordam berishi mumkin. Uchinchi yo'l my.gov.uz portali. Agar elektron imzo yoki identifikatsiya imkoniyatingiz bo'lsa, ayrim xizmatlarni uydan turib tekshirishingiz mumkin. 4-yo'l bank. Agar muammo faqat karta, hisob raqam yoki pul yetish bilan bog'liq bo'lsa, avval bankdan aniqlang. Hujjat topshirayotganda o'zingiz bilan ID karta yoki pasport, pensiya guvohnomasi yoki pensiyaga oid ma'lumotlar, bank rekvizitlari kerak bo'lsa, nikoh yoki familiya o'zgarishi hujjatlari, tibbiy xulosa, o'qish joyidan ma'lumotnoma. Ishonchnoma, vasiylikka oid hujjatlarni olib boring. Hamma hujjatning nusxasini ham tayyorlab qo'yish foydali. Agar qaysi hujjat kerakligini bilmasangiz, oldindan telefon orqali yoki borib so'rab ro'yxat yozib oling. Men yana bir amaliy maslahat beraman. Hujjat topshirganingizdan keyin qabul qilindi degan tasdiqni oling. Bu kvitansiya, ro'yxat raqami, ariza raqami yoki elektron bildirishnoma bo'lishi mumkin. Keyin masala cho'zilib ketsa, aynan shu raqam orqali murojaatingizni kuzatasiz. Ko'p odam hujjatni topshiradi, lekin tasdiq olmaydi. Keyin topshirgan edim deydi. Idora esa bizda ko'rinmayapti deydi. Bunday vaziyatga tushmaslik uchun har bir qadamni rasmiylashtiring. Agar siz 10 oktyabrdan keyin yoki undan oldin pensiyangiz tushmay qolganini ko'rsangiz, vahimaga tushmang, lekin kutib ham o'tirmang. Birinchi kuni bankdan tekshiring. Pul kelganmi? Karta faolmi? Hisob raqamda cheklov yo'qmi? Agar bank to'lov kelmagan desa, pensiya jamg'armasiga boring. Sababini aniq so'rang. Ma'lumotnoma yo'q deyishsa, qaysi ma'lumotnoma ekanini yozdirib oling. Agar hujjat yetishmasa, uni imkon qadar tez to'plang. Agar tibbiy komissiya kerak bo'lsa, yo'llanma oling.
Agar talabalik ma'lumotnomasi kerak bo'lsa, dekanat yoki o'quv bo'limiga boring. Agar pasport ma'lumotida xato bo'lsa, migratsiya yoki FODIO bilan aniqlashtiring. Agar bank rekviziti noto'g'ri bo'lsa, bankdan rasmiy rekvizit oling va pensiya jamg'armasiga topshiring. Eng muhimi. Hech kimga pul berib tezlashtirib beraman degan va'dalarga ishonmang. Pensiya masalasi rasmiy tartibda hal qilinadi. Agar sizdan noqonuniy pul so'ralsa, yuqori turuvchi tashkilotga yoki ishonch telefonlariga murojaat qilish kerak. Hujjat to'g'ri bo'lsa, sizning huquqingiz qonuniy asosda ko'rib chiqilishi shart. Hurmatli yurtdoshlar, men bugun bitta narsani aniq tushuntirmoqchi bo'ldim. 10 oktyabrdan keyin ayrim toifadagi pensionerlar va pensiya oluvchilarda yangi ma'lumotnoma yoki yangilangan tasdiq bo'lmasa, to'lov vaqtincha bloklanishi yoki kechikishi mumkin. Eng katta xavf nogironlik muddati tugayotganlar, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasini talabalik asosida olayotganlar, ishonchnoma orqali pensiya oladiganlar, chet elda bo'lganlar, hujjatlarda farq borlar va bank kartasi yoki hisobida muammo bo'lganlarga tegishli. Mening tavsiyam oddiy, bugun tekshiring. Pensiya turini aniqlang, hujjat muddatlarini ko'ring, bank kartangizni tekshiring. Kerakli ma'lumotnomani oldindan oling. Pensiya jamg'armasiga murojaat qiling va har bir topshirilgan hujjat bo'yicha tasdiq oling. Bir kunlik e'tibor sizni bir oylik sarsonlikdan saqlab qolishi mumkin. Sizda pensiya, ma'lumotnoma yoki to'lov kechikishi bo'yicha qanday holat bo'lgan? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqalar ham sizning tajribangizdan xulosa chiqarsin. Videoni foydali deb bilgan bo'lsangiz, like bosing. Yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Men esa keyingi videolarda pensiya, nafaqa, hujjat va davlat xizmatlari bo'yicha eng muhim yangiliklarni oddiy tilda tushuntirishda davom etaman.